Assalomu alaykum. Yangi obyektimiz Energy'da joylashgan Energy Oybek 4 xonali uyimiz ikkinchi qavatda joylashgan 131 maydon umumiy va 3 ta sanuzellari bilan katta oilaga juda ham zo'r zal studiya bo'lyapti. Kengina katta qilingan. Вообще planirovkalari ham, remontlari ham gap bo'lishi mumkin emas. Ko'pchilik yaxshi kompleksda Murad Buildingda so'rashayotganlar, 2-3 xonali bo'ladi. Mana 4 xonali tayyor uyimiz. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Bu yoqda bizda oshxona polni. Hozir men sizga dvorlarni ko'rsatib o'tay. Mana. Dvorlarni qaranglar. Bemalol закрытый двор bolajonlaringiz uchun детский площадка, aylanadigan, yuradigan joyimiz. Texnikalarimiz ko'pmi? Bu yerda elektroplita. Bitta unaqa chiroyligina stoleshnica. U toshdan qilingan. Moyka. Теплый pollar bor bu yerda va plus radiatorlar ham. Турецкий mebel. Bu yoqda aksessuar qo'yadigan joylarimiz, endi chiroyligina idishlarni qo'yib, mehmonlarni kutadiganlar. Mana qaranglar, go'zalliklarni bu skrytый двери deb aytishadi. Hech kirganingizda bitta eshiklarni ko'rinmayapti ham. Tepa balaniga. Juda ham baland eshik. Kirishimizda birinchi bu родительский xona, o'zini alohida sanuzellari bilan. Такой svetla розовый rang. Kelin tushiradiganlar yoki yosh kattalar ham misol uchun alohida dushvoy ham. Lokatsiyasi вообще bomba va o'zi ham kompleks juda ham qimmat yuradi. Mana qaranglar, shu narsa yoqdi. Shkaflar ichida mana oyoq kiyim qo'yadigan joy, раздвижной. Bemalol qancha oyoq kiyim sig'adi. Hamki o'ziga 2 ta para, 3 ta para sig'adigan joyda. Hech qanaqa endi hozir ayollarda ham, erkaklarda ham oyoq kiyim juda ham ko'p bo'ladi. Bu общий sanuzel. Hech qanaqa paroglari yo'q, shundoq tekis, idealniy qilingan. Misol uchun robot pылесосni ham yoqib olib, bemalol uyingizni tozalab yuradi. Hop, 3-xonamiz bu ikkinchi spalnya. Bu ham родительский keng xonamiz. Такой вот xaki rang, такой болотный rang, juda ham chiroyli. Hozir bu aktualniy bo'lyapti. Xo'sh, sizga qarab bu yog'iga lyustra qo'ysa ham bo'ladi. Provodkalari hammasida bor. Va bu yoqda ham 3-sanuzelimiz. Dushovoy kengina katta, удобство, hamma narsasi bor. Bidalar, keyin управленияsi har bitta xonada, konditsioner, управление пола, регулировки температуры. Bu 4-xonamiz. Xonalarni ko'rasizlar, juda ham keng, katta. Uyimiz двусторонний, ikki tomonga ham qaraydi. Bunaqa garderobniy. Bu ham aksessuarlar qo'yadigan joylarimiz hammasi раздвижной. Подсветкали. Ma'lumot uchun 9349 64 00. Energy Oybek 2-etaj 4 xonali uyimiz. Umumiy maydon 131 kvadratniy metr. Mana oynani ham ochsangiz, go'zallik zalimiz va bu xona dvorga qaraydi, narigi betga bu yoqqa qaraydi. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin, unaqa kompleksda yashash. Вообще umuman shundoq duo qilib ko'ringlar. O'tirib niyat qildim shunaqa uyim bo'lishga deb. Mana inshaalloh hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Xayr, salomat bo'ling. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar.